Jannatdagi bog'-rog'lar va uzumzorlarning mevalari faqatgina huzur baxsh etadi. Ular o'zlarini xohlagan jannatlarga o'zlari yaqinlashib keladi. Jannati banda u mevalarni hech qiynalmay oladi va o'ta ajoyib vasfga til ojiz huzur ila tanovul qiladi. Bu jarayon o'ta go'zal bir holda kechadi. Jannat mevalarida faqatgina oliy darajadagi huzurbaxshilik bor, xolos. Bu dunyoning mevalaridagi g'o'rlik, bemazalik, yegandan keyin yoqmay qolish yoki chiqindisini chiqarishga ehtiyoj kabi behuzur qiluvchi narsalar mutlaqo yo'q. Shuningdek, jannatdagi qizlar ham o'ziga xos sifatlarga ega bo'lib, bu dunyonikiga tamoman o'xshamaydi. Ular hurlar bo'lib, bu dunyoning ayol qizlarida bor ko'ngliga yoqmaydigan barcha narsalar ularda yo'qdir. Jannatning sharobi va qadahlari ham vasfiga til ojiz ravishda go'zal va huzurbaxshdir. Ularda bu dunyoning osiylari ichadigan, Alloh taolo harom qilgan sharoblarga xos narsalarning asari ham yo'q. Ularda misli yo'q lazzat va huzur bor.